Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Butun tanangiz bo'shashgan, yengil holatga keldingiz. O'y-fikrlar to'xtagan, e'tibor nafas olish va yurak urishiga qaratilmoqda. Butun vujudingiz dam olmoqda. Bo'shashdingiz. Ana endi ajoyib xonada o'zingizni tasavvur qiling. Bu yerda pullar ko'p va siz mana shu pullarni egasisiz. Aynan hozir qo'lingizga o'zingizga kerakli pul berildi va mana shu pulni ushlab xursandchilikni his qilmoqdasiz. Ichki xursandchilik, ichki motivatsiya ko'tarilyapti. Butun vujudingiz yanada kuchli shijoatga to'ldi. Siz mana shu pulni egasisiz. Alhamdulillah. Allohim, mana shu pullarga ochilganim va menga pullarni berganing uchun senga hamd aytaman deng. 3 marotaba alhamdulillah, alhamdulillah deya takrorlang. Siz pullarga ochiqsiz. Sizga pullar oson va yengil yo'llar bilan kirib keladi inshaalloh. Men halol va barakali pullarga ochiqman deya xayolan takrorlang. Men halol va barakali pullarga ochiqman. Alhamdulillah. Chuqur nafas olib chiqarib, ko'zingizni oching. Ushbu texnikani, ushbu amaliyotni 21 kun davomida takrorlang.